Sentrimiz kelib o'qishni boshlash qanaqa etaplardan boshlandi? Birinchi o'rinda men o'ylayman ingliz tilini bilishlaringiz kerak. Birinchi o'rinda agar sizlar anglizlashni davlatlarga harakat qilyapsizlar ko'chishga va o'sha yoqqa ingliz topshirishga, bizlar 6,5 IELTS so'ramaymiz, 5,5 boshlansa biz sizlar ishlashni boshlaymiz. Ikkinchi o'rinda NCLEX bizlar maksimallarida shu programmamiz hozir kelishyapmiz, qanday bo'lishi o'rtacha 7-8 oy davomida davom etayotgan programma bo'yicha sizlarni faqat NCLEX imtihoni tayyorlab qilamiz. Bu yerda ko'p juda ham nyuanslari bor. Nyuanslari men o'ylayman buni murojaat qilganlaringizdan keyin sizlarga yaxshi juda ko'p xabarlar bor. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, NCLEX topshirganlaringizdan keyin bitta narsa, eng katta faktorlardan bittasi sizlar arab davlatlariga, rivojlangan arab davlatlari, Kuvayt, Arab Amirligiga borib ishlashga huquqlaringiz bo'ladi. Chunki u davlatlarda meditsinasini standartlari Amerikadan olgani uchun NCLEX topshirganlar, ingliz tilini bilgan vrachlar, ingliz tilini bilgan va NCLEX topshirgan medbratlar, medsestralarni ishga qabul qiladi. Bizlar hozir kompaniyamiz bilan shunday kelishib nima qilamizki, maksimal harakat qilamiz anglizlashgan davlatlarga, lekin o'rtada agar masalan qanaqadir pozitsiya topilsa arab davlatlarida o'sha yoqqa borib ishlab boriladi. Kim shu sohaga qiziqayotgan bo'lsa, kim o'zini ustidan ishlamoqchi bo'lib, yaxshi hayot orzusida yurayotgan bo'lsa, kimni ingliz tilisi bo'layotgan bo'lsa va nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, qo'limizdan kelgancha to'g'ri yo'l ko'rsatib, maksimal ko'maklashib, shu sizlarni onlaringiz qo'ygan yutuqlaringizga, o'sha golga erishishga bizlar ko'maklashamiz.